Yaxshi, ajoyib. Xo'p, assalomu alaykum. Biz o'z kanalga kuzatib turgan jigarlarim, salomatlar. Avtoservis. Ajoyib gap bu shuncha emas. To'rtko'l tumani Sho'roxon ofisida bu mashinalarni ko'tarib, shunday servis xizmatlari bor. Nebida xudo xolasa bu magazin servis zapchas kerak bo'ladi bo'lmasa, shu magazinda ham zapchas bor. Xizmatlardan foydalansangiz bo'laveradi. Keyin har doim Rossiya Federatsiyasida yurgan obunachilarimiz uchun, Moskva oblastida yurgan obunachilarimiz uchun kirdi chiqdi granitsa, ya'ni Qozog'iston granitsasidan inomarka mashinamiz borib kelib turibdi. Toyota, Kia, Mitsubishi zo'r mashinalarimiz yozning kuni konsiyani qo'shib boradi shopallarimiz. Keyin yuk tashish xizmati bizada, xudo xolasa, hozir yuklar kelgan, yuklarni ham ko'rsatib o'taman. Keyin yuklarni obunachilarimiz yuborgan yuklarga kelgan, xudo xolasa. Nomerlarimiz Rossiyada nomerlarimiz 24 soat ishlaydi. 8 925 152 60 nomerimiz. Ham WhatsApp ham Telegram private telefon qilsanglar ham bo'laveradi. Birdan yuk olib ketaman desangizlar O'zbekistondan bu nomerni saqlanib etib olasizlar. Xudo xolasa dashib ketamiz. Bu kapchamiz bu. Bu yerda xudo xolasa xizmatda. Xo'p, skladimiz yana bir Nur to'yxona bor. Masjid, A80 trassa Sho'roxondan yozuvdan to'g'ri kelaveradi bu yerda. Shuni Rossiya Federatsiyasidan yuklarni o'lchab olib, birdan o'lchab topshiriladi, xudo xolasa. Yana yuklar kelgan, bir potok yuklar keldi, ancha yuklar keldi. Tez gap turibdi yuklarimiz, bemalol xizmatlardan foydalangan jigarlar. Yana bunday otaplarni yuborganlar, masalan, paroylarni yuborganlar, shu ehtiyoj vajani yuborganlar yana bu zangi kubi. Shunday vajlar kerakli vaj balonmi, boshqami yuborasan. Chadan keldi yuklar? 2470 dan. 2470 dan 2680 cha bo'lgan yuklar kelgan, xudo xolasa. Kelib aytib ketaverasizlar. Xo'p, yana shunday. Inshaalloh xizmatlarimiz Rossiya Federatsiyasining chiroyli obunachilarimiz inshaalloh birdan krasavchilar bilan yuk yuboravergan jigarlar komment yozib qo'yasizlar, qanchalik ishonchliganini. Keyin yuk jo'nataman obunachilarimizga videolarimizda tashab qo'yinglar, xudo xolasa. Yana kimda kir mashina yuborgan, endi arzonroq tushgan bo'lsa, menda OLXdan narada arzon-ku, qiymat pul bilan kelmaydi. Shunday yuboraverasizlar, xudo xolasa. O'zimizni skorshamiz va skorshamiz ishlanib keladi, xudo xolasa. Ishonch xizmatlar bizada inshaalloh. Har doimgidek obunachilarimiz uchun inshaalloh gap bo'lishi mumkin emas. Yuboraveradilar obunachilarimiz, no ehtiyoj bo'lsa. Yana ishlaydi. Powerotda masjidda yetmasdan shular powerotda xudo xolasa. Ekrandan nomerlarni qoldiraman. Sog' bo'lsa, omon bo'lsin inshaalloh.